Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hamma uchun manfaatli bo'lgan zo'r obzorimizni boshladik. Bizda kurtkalar kelgan edi, shunaqa talashib sotilib ketgan edi. Yana katta partiyada zo'r variantlarni olib kelganmiz. Ko'rsanglar, men ularning obzorini boshlayman. O'zingizga yoqqanini kommentariyada belgilab ketinglar. Fasonlarni aytmaysizlarmi? Matosi shunaqa yumshoq. Bu kurtkani qaranglar. Yengilligini aytmaysizlarmi? Qulay taraflarini ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Hammasini ham kiyib ko'rsataman sizlar uchun. Bularchi yengilgina tuyani yungidan issiqqina ushiydi, tanani haroratini bir me'yorda ushlab turadi, yumshoq qaranglar qanaqa zo'r turadi. Bularning karmanlari bor, karmanlari zamokli variantda, yon qismlarida ham zamoklari bor. Ozgincha ochib yopib yuraversanglar bo'ladi. Buni pelis tarafini aytmasam bo'lmaydi. Xohlasanglar bu tarafini, xohlasanglar bu tarafini kiyaverasizlar. Bitta kurtkani puliga ikkita kurtka olgandek bo'lib qaranglar. Qanaqa zo'r turadi. Mana bu tarafini ham kiyib ko'rsataman, erinmasdan qaranglar qanaqangi zo'r variantda. Biz sizlarga bilasizlar, eng zo'rlarni ilinamiz. Qaranglar, xolisida kalta variantda, xolisida uzun variantlardan olib kelib qo'yamiz. Bular ixcham, qulay, joy yosh umuman tanlamaydi. Men bunisi ham o'zimga rissa yoqdi. Ham knopkali, ham zamokli variantda. Yoqa qismini ko'rsanglar, qaranglar, hammaning e'tiborini ham bittada tortadi. Yoqa qismlari tugma bilan o'zi qo'yilgan. Xolisida olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xolisida yana taqib olib ham yuraverasizlar. Qulaygina variantimiz. Bismillah. Mana ko'ringlar, qanaqangi zo'r. Yeng qismlari o'zimga ham rissa e'tiborimni tortdi. Neobechniy variantda. Men bitirmamni qilib o'tkazib olsanglar ham bo'ladi. Qulay, ixchamgina, standartni hammaga ham bittada yoqib ketadi. Razmerlari esa 46-48 razmerdan boshlanadi, 58-60 razmergacha. Qaranglar, dilinasi ham uzungina variantda. Bularning cho'nchiklari bor. Fason rissa zo'r. Uzungi rissa yoqadi, har bittasi ham. Hamlar qaranglar, ichlarida astarli variantda yengil, ixchamgina. Mana bu variantini ham ko'rsatib o'tamiz, qaranglar. Bismillah, bular ham knopka, ham zamok varianti, juda zo'r. Mana ikkita zamokli, xolislar pastki tarafini ozgincha ochib ham yuraversanglar bo'ladi. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Yoqa qismlari yumshoqqina mo'ynalar bilan bezatilgan. Qaranglar. Bismillah. Bularning qo'llarini ko'rmaysizlarmi? Qo'llari zamokli variantda, xolislar korotki yeng, xolislar uzun yeng qilib yuraverasizlar. Yoqa qismi aytganimdek mo'ynalar bilan bezatilgan. Oldilari zamokli variantda. Qaranglar, cho'nchiklari ham chuqurgina, dilinasi ham uzungina, mazza qilib kiyasizlar. Eng zo'rlarini tavsiya qilamiz, qaranglar sizlarga. Mazza qilib kiyaveradigan variantimiz. Razmerlari faqatgina bilasizlar, katta razmerlar birinchi o'rinda sotilib ketib qoladi. O'shaning uchun tez kelib ulgurib olinglar. Kelolmaydiganlar uchun 12 viloyatga dastavka xizmati ham mavjud. Mana bu variantini ham ko'rsatib o'tamiz, qaranglar. Bismillah. Bularni zamoklari ham mana qaranglar, qo'l qismini bemalol ochib olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Korotki yeng, uzun yeng qilib kiyaverasizlar. Mana bundan qaranglar, qanaqa chiroyli paprobalar bilan ko'rsatib o'tamiz. Mana ichlari bilan melish joylarini ham ko'rsatib o'tmaman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Baribir originallari original, mazza qilib kiyishga moslashgan. Qaranglar, yoqa qismlari ham yopilgina variantda, issiqqina bo'lib mazza qilib kiyaverasizlar. Karmanlari bor variantimizda, dilinasi uzun, orqalari bilan ko'rsatib beryapman. Buni ham ko'rsanglar, juda chiroyli, bogati bezatilgan. Ortiqcha narsasi yo'q, bachkan emas, oddiy emas, kaprizning keniyligi ham bittada yoqadi. Asosiysi bu sezon oldi-ku, tez ulgurib olinglar, narxlar oshib ketmasdan. Bizga kiyapti, shunday tugab ketyapti. Bularni bilasizlar. Original narsalar. Men bunisi esa o'zim sevdim. Qaranglar, men buni ko'ryapsizlarmi? Mo'yna qismini qaranglar, yoqa qismlari qanaqa chiroyli, menga o'zi rissa yoqdi. Neobechniy narsa. Hammasini ham belbog'lari bor, belgiga moslab olsanglar bo'ladi. Mana belbog'i ham ikki qismida. Bismillah, buni ko'rsatib o'tay. Qaranglar, qo'llari rissa zo'r. Yoqa qismini aytmaysizlarmi? Xolislar olib qo'ysanglar bo'ladi. Cho'nchik qismini ham qaranglar, cho'nchiklari ham zamokli variantda olib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zim sevdim. Neobechniy variant, rissa bogati, yoqa cho'nchik qismlari mo'ynali variantda issiqqina ushiydi. Asosiysi yengil. Tananglarda bor, ignilarda yo'q deb turadi bor. Mazza qilib kiyaverasizlar. Qaranglar, razmerlarni yana повтор eslatib o'taman. 46-48 dan 58-60 razmergacha. Mana bu varianti ham rissa zo'r. Yoqa tarafini ko'rsatib o'taman. Mana qaranglar, qanaqa issiqqina ushiydi. Shunaqa yumshoq. Shu olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bemalol olib, taqib ham kiyaverasizlar. O'zingizga moslab xohlagan joyga kiyib ketaverasizlar. Qaranglar. Bular ham rissa zo'r. Qo'l qismlari rezinkali varianti, yoqali variantimiz. Belbog'lar qaranglar, bularni belbog'lari o'zi bilan birgalikda bog'ichli variantda. Belinglarga moslab bog'lab olasizlar. Dilinasi uzungina variantimiz, o'sha orqalari bemalol yopib turadi. Karmanlari ham bor. Qaranglar, qanaqa
chiroyli. Men bu variantni ham o'zimga rosa yoqdi. Neobichniy stilimiz. Qaranglar, so'nggi trendga chiqqan eng oxirgi urfda bo'lgan kurtkalarimizga hisoblanadi. Kurtkalar hamma joyda har xil atalgan. Kurtka, yana bitta kiyimimizda yozibdi. Puxovoy. Plus sizda qanaqa ataladi? Yozib qoldiringlar, bizga qiziqyapti. Qaranglar, men bu variantni ham uzun variant sevadiganlar qattasizlar. Mana shu variantlarga uzun variant yoqtiradiganlar, mana uzungina, dilinasi ham zo'r. Yoqali variantda yoqasini olib qo'yasizlar, mo'ynali variant. Yon qismlari zamochkali, kiyib yurishingizni udobni qilib ochvasinglar bo'ladi, cho'chutgina. Qaranglar, oldi zamok ham mana bunaqa knopkali variantda. Qaranglar, karmalari bor. Qavig'ini ham ko'rasizlarmi? Qo'l qismlari ham juda chiroyli. Orqalari bilan ko'rsatib o'taman. Siz zo'r variantimizda. Buni ham maza qilib kiyaverasizlar. Sizlarga anaqalari bilan ko'rsatib o'taman bularni. Mevut joylarigacha ahamiyat beramiz. Mana mamutlarni ko'rsatib o'tibman sizlarga. Originalligini bildiradi-da. La Sagrada brendi. Ko'rsanglar, siz zo'r. Mamutdan ham ko'rsatib o'taman. Endi mamutlarda ham mevut joylarigacha endi har bitta insonga ko'rsatib isbotlashga majbur emasmiz. Ata ko'rib qo'ysanglar, baribir yaxshi. Mana sizlarga ham ko'rsatib o'tibman. Ichlari astali variantda tuya yunga issiqini ushiydi. Tanilarni bir me'yorda isitib ham yormaydi, sovutib ham bormaydi, mazza qilib kiyaverasiz. Ikkinchi variantimizga o'tamiz. Mana buni ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, qanaqangi zo'r, yengil, neobichniy variantda. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Dilinasi uzungina variantimiz bu ham. Yengilgina, trendga chiqqan so'nggi urfda bo'lgan mana kurtkalarimiz. Qaranglar, bismillah. Buni hozir turist taraflarigacha ko'rsatib beramiz. Mana bu fasonni ko'rdinglar. Qaranglar, qovoqlari qanaqangi chiroyli. Ko'tarazmin bo'lsa ham kiyib oldim. Mana qaranglar, qanaqa zo'r turadi. Dilini uzungina, mazza qilib kiysizlar. Buni ham yo'llarda zamokli variantda ochib olib, yurishingizni qulay qilsanglar bo'ladi. Karmanlari bor variantimizda, yoqalari ham yopiqgina, stulka yoqadi. Endi bu tarafini qaranglar. Mana ikkinchi kurtkamizni ikamiz video. Orqa tarafini ko'rsak, mana bu varianti ham juda chiroyli, bogati turadi. Bu tarafda ham zamoklari bor, karmanlari bor variantimizda mazza qilib kiysanglar bo'ladi. Kurtkalarimizda, puxoylarimizdan narxlarni eslatib o'tamiz, aytib o'taman mana. Faqat tez yeb olish o'zingizga bog'liq. Qarang. Uzun variantlar. Mana bu ko'rsatayotganim, oxirida ko'rsatayotganim, mana bu mo'ynali variantlari o'zimga yoqqan, o'zim sevgan mana bu variantlari. Narxlari 1.50.000 dan. To'g'ri eshityapsizlar, oddiysi bilan almashtirmaymiz. O'zimizdan shu sira obunachilarimiz yaxshi bilishadi, qanaqa firmaniki, qanaqa narxda sotilishini. Bular originallari, oddiysi bilan almashtirmaymiz. Bu ko'rsatayotganlarim, buni qora ranglari bor. Mana bu ko'rsatayotganlarim, bularning narxlari 850 ming so'mdan. Rasmiylari 48 dan boshlanib 60 gacha tez ulgurib olish o'zingizga bog'liq. Oddiysi bilan almashtirmaymiz, zo'r narsalarni sizga ko'rsatib berdim. Magazin lokatsiyasi Toshkent shahar Uchtepa tuman Farxatskiy dehqon bozorining yonginasida joylashgan. 12 ta viloyatga dastlabki xizmati ham mavjud. Ignimga kiyib olgan ko'ylagimdan ham nalichida bor. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz, bemalol kiyaverasizlar.